Assalomu alaykum ağalar. Başlagan kununuz hayırlı berekeli olsun. Allah talam ishlaringizga baraka bersin. Hozir siz bilan Jayhun Motors'ning skladından gaplashamiz. Xudo xolasa bugungi benzinli 2 dona Rydix va Drongo mototsikllarimiz ayiq polvonlarimiz Jizzax viloyatiga ketadir. Xudo xolasa biri Jizzax viloyati G'arravaga, bu esa Jizzax viloyati Arnasay tumanlariga ketdi. Ağalarimizga olgan texnikalari o'ng bo'lsin aytamiz. Sizga endi texnika haqida batafsil kichkina ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu texnikamizning motori 200 kublik bo'ladi. Motorlar 200 kublik, qo'shimcha sidinalari bor, qo'sharamlar bilan jihozlangan bo'ladi. Oldingi vilkalari 50 lik bo'ladi. Vadimnoy охлаждение bo'ladi. Bundan tashqari mana ko'rishimiz mumkin, kechda qo'shimcha tumankalar qo'yilgan bo'ladi. Motosiklimizning gruzopodъемности 1,5 tonna bo'ladi. Bort razmerlari 220 ga 1,35 bo'ladi. Xudo xolasa tormozning sistemalari жидкостный bo'ladi, пониженный передачалari bor bo'ladi. Ikkinchi mototsiklimiz Drongo mototsiklimiz bo'ladi. Mana hozir oxirgi texnik ko'rikdan o'tkazilib, yangi akkumulyatorlar qo'yilyapti mototsiklimizga. Hozir joyini qo'yib, hammasini jo'natib beramiz. Bu mototsiklimiz ham 218 kublik qo'sharama. Bu motosiklimizning farqi, oldingi vilkalari baquvvat 60 lik bo'ladi. Hozirgi Rydix bilan bir xil bunda ham tumankalar bo'ladi, qo'shimcha farqlar hammasi qilingan bo'ladi. Motosiklimizda kaska, balon kurush, domkrat hamma narsasi bor bo'ladi. Xudo xolasa bu motosiklimizning uzunligi 220, yenini 1,35 bo'ladi. Bort balandliklari 60 sm bo'ladi. Motosikllarimizda xudo xolasa ko'rsataylik. Mashinamiz kelgan, hozir Isuzu'miz kelgan. Isuzu'da yuklab o'zining manzilini yetkazib beramiz ağalar. Ağalar, bu motosiklimizning narxi naqd pulda 23 million so'm. Bu motosiklimizning narxi naqd pulda 24 million so'm bo'ladi. Ağalar, savdolashish imkoniyati bor. Quyidagi telefon nomerlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa birin-ketin sekin dastavkalarimizni yuklab o'zining manzillarini yuboramiz. Qandaydir sizni qiynayotgan savol bo'lsa, sizda qandaydir bir muammo bo'lsa, mototsiklga taalluqli muammolaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Biz uchun har bir kommentariya muhim. Har bitta kommentariyaga alohida javob yozishga harakat qilamiz. Endi bu ham vaqtimizga qarab. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Endi bo'lsa, xudo xolasa dastavkalarimizni jo'natamiz. Sog' omon bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Ağalar, bundan tashqari mana polu kabinka Drongo mototsiklarimizdan bor. Trenddagi shamoldan, yomg'irdan, qishning sovug'idan sizni himoya qiladi. Bu ham 200 kublik bo'ladi. 220 ga 1,35 lik bort bilan jihozlangan bo'ladi. Tormozning sistemalari жидкостный bo'ladi. Bu mana quyma ramlar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana пониженный передачalarini ko'rishimiz mumkin. Bu mototsiklimiz ham xudo xolasa o'zining sifati bilan alohida o'rin tutadi. Ağalar, bu mototsiklimiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz, boshqa bir sizni qiziqtirgan savollari bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga telefon qilsangiz tushuntiramiz. Bu motosiklimizning narxi 26 million so'm pul bo'ladi. Savdolashish imkoniyati bor. Xudo xolasa bu yoqda ijodiy ustaxonamizda mana benzinli mototsikllarning ramalari tayyor bo'lgan. Bu Lavoning ramalari. Bundan tashqari trenddagi Lavomizning xudo xolasa mana eng oxirgisi mana shu oxirgi zakazimizni jo'natyapmiz. Bu partiyadagi lition akkumulyatorlarimizdan endi qolmadi. Endi yangi partiyalarimiz kirib keladi. Xudo xolasa yaqin kunlarda ular bilan tanishtiramiz. Xudo xolasa birinchi mototsiklimiz yuklandi. Hozir ikkinchi mototsiklimizni yuklab
o'z manzilidan jo'natamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Tak mana bu yoga mototsikllarimizdan ham bor. Qiziquvchilar bo'lsa, elektron murojaatlarimizdan ham bor. Sog' omon bo'ling og'lar.